Assalomu alaykum. Akalar, mana stяжка polistirol beton. Polistirol po'kak qo'shib qilingan stяжка akalar, mana. Sifati o'ta chiroyli, zo'r. Ikki xil mishalkada qilindi akalar. Shu ajralib turgan, rangi ajralib turgan joy oddiy beton mishalka bilan qilindi. Bu yog'i o'zimiz kichik biznesga sotuvga qilib berayotgan mishalkamizda qilindi. Hop, umumiy 12,25 kvadrat bo'ldi. Mana shu joy hammasi bo'lib, o'rta hisobda salkam 1 kuba 0.98 rastvor ketdi. 20 litr bir paqir beton qo'shilganda 1 kuba bo'lardi 0.98. Hop, umumiy rasxodimiz 416 ming so'm rasxod qildik. 300 kilo sement, 6 qop qum, 3 kiloyu 600 gram po'kak, 800 gram ezdo rasxod qilindi. Qalinligi 6 santimetrlik joyi ham bor, 10 santimetrlik joyi ham bor. Umumiy 8 santimetr hisobda urildi kalkulyatsiyaga. Kvadrati 33.960 so'mdan to'g'ri keldi. Sifatini bir ko'rib qo'yasizlar. O'ta sifati zo'r. Mayin po'kak ishlatilgan, mayda. Xo'p, video davomida shu betonni qanday tayyorlanganligi qisqacha videoda ko'rsatib o'tiladi. Ana shu qorayib turgan joy oddiy mishalkada bo'lgan, yuqori sifatda rastvor qilingan. Bu o'zimiz o'sha sotuvga qilib berayotgan mishalkamizda bo'lgan, bu o'rta sifatda bo'lgan. Ashuni videoda ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mana bu beton bo'lsa, juda past kачествоda bo'lgan. Bu narsani hech kimga tavsiya qilmayman. Sabab baraka topish juda qiyinroq. Bu umuman o'rta sifatdagisi. Mana buni ko'radigan bo'lsangiz, bu o'ta yuqori sifatdagisi. Oddiy mishalkada ham o'zi oddiy mishalkada qilib olaman degan odamlarga ham batafsil tushuntirib, o'rta sifatdagisini qanday holatda chiqarishni o'rgatib qo'yiladi. Mishalka olganlarga bu betonda yuqori sifatlisini hamda o'rta sifatlisini batafsil qanday tayyorlanishini o'rgatib qo'yiladi. Qanunda videoni davom etamiz.
loyimizni holati agar ko'rinayotgan bo'lsa juda chiroyli loy bo'ldi. 3 minut atrofida aralashdi. Endi buni paqirlarga solib ichkariga olib kirib yoyamiz. Hakikaten ölçek şartmaz, şuradaki burada çıkın ölçersen alohida ciddiy ish bo'ladigan bo'ladi 80 litrlik. Şarkını yaparız. Şimdi sement solamiz. Bakın. Rastvor tayyor. Ishlagan holatda qopqog'ini yopib qo'yiladi. Loy kamayganda katta ochiladi.
qaraganda loy ozgina yumshoqroq bo'ladi oddiy mishalkaga. Oddiy mishalkaga qaraganda loy yumshoqroq bo'ladi. Sababi o'ta qo'yib qilishga katta bir kuvalilarni ham shu yetmaydi. Lekin nominal shu yetadi.